Hammaga assalomu alaykum. Cobalt avtomobili borlar uchun mana suv gradusini tabloga chiqarib berganmiz. Suv gradusini ko'rsatadi. Bu hozir 2024-yil Cobalt avtomat, yangi 6000 yurgan mashina. Agar radnoy magnitofoni bo'lsa, mana bu magnitofonda o'zining temperaturasi turadi. Tashqi temperatura bu yerda bo'ladi, suvniki tabloga chiqadi. Hozir buni diagnostikada ko'ramiz. Mana 78 bo'ldi. Xo'p. Mana diagnostikada ham ko'rishimiz mumkin. Mana. Xo'p. 78 gradus. Bir xil. Bunga hech narsa qo'yilmaydi, faqat programma yo'li bilan qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Xohlasa, Cobaltimiz tayyor mana. Cobaltchilarga jo'natib qo'yamiz. Mana 80 gradus bo'ldi. Bir xil ishlaydi. Hech qanaqa motor bilan, ya'ni diagnostikadagi miyani nimasi ko'rsatkichi birga bir ishlaydi. Agar qo'shimcha jihoz qo'yilsa, u birinchidan to'g'ri ko'rsatmaydi, ikkinchidan umri qisqa bo'ladi. U narsani qayerda teshib qo'yish kerak bo'ladi. Ko'pchilik anu knopkani olib tashlab o'rniga qo'yadi. Bizda radnoy o'zini holatiga qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlari qoldiramiz, telefon qilsanglar qilib beramiz. Vodiy bo'yicha bor shunaqa xizmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.